Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, kanalimiz kuzatuvchilar. Mana Makka-i Mukarrama hojilar bilan, ziyoratchilar bilan to'lgan. Mana Haram-i Sharifning eng yuqoridagi qismida ham mana shunday odam gavjum. Nihoyatda odam ko'p, pastlar to'lgan, tashqarilar to'lgan. Mana Haram-i Sharifning eng tepasi ham to'lgan. Mana elektromobillar tavoflar qildirishyapti. Nihoyatda Haram-i Sharif ziyoratchilar bilan to'lgan. Barcha yaqinlarimiz qatori kelaman deyotgan mo'min musulmonlarga Alloh tez kunlarda kelishlik vaqtini nasib qilsin. Mana shunday baxtli mo'min musulmonlar qatorida Allohning baytida ibodat qilishlikni Xudo nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin.